Bismillahirrohmanirrohim. Mana Bahodir Naqshbandi ziyoratgohiga kirdik. Turistlar bilan birga. O'ta go'zal ekan. Mana dilda yor umudda bakor, dilning Allohda bo'lsin, qo'ling mehnatda. Bahodir Naqshband. To'ppa-to'g'ri. Yutug'ini ber. To'ppa-to'g'ri. Sizlar rasmga olish kerak. Olda nima yuribsan? Hala. Yotlama shuni. Mayda men aytgan qabrlar. Mana Shayboniylar dahmasiga kirib kelyapmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aha. Biz Andijondan. Andijonliklar ekan. E'tibor bersangiz ancha ma'lumot berib qo'yamiz. Bo'ldi. Biz Buxoro viloyati Kogon tumani Qasi Orifon qishlog'ida joylashgan Hazrat Bahodir Naqshband ziyoratgohlariga xush kelibsizlar. Shu. Qibla deyiladi. Buxoro bizdan 15 kilometr narida. Buxorodan kelgan paytda amirlar, podshohlar qibladan uchta darvozalar bilan kirib kirganlar. Birinchi darvoza Toqimiyona, ikkinchi darvoza Dilovar va uchinchi darvoza Bobi Salom deyiladi. Boboga kirgan paytda assalomu alaykum Hazrat Bahodir Naqshband deb o'ng oyoq bilan ostonani bosmasdan qibladan kiradigan darvoza ochildi. Naqshbandning qabrlari ichkarigalar 1318-yilda tug'ilganlar, 1389da vafot etganlar. Ya'ni 71 yoshlarida. O'tgan yillar jannatda bo'lsinlar. Shu so'zlari bor. Dilbayoru dasbakor. Qalbing Allohda bo'lsin, qo'ling menada degan shiorni ko'targanlar. Bizda ushbu metrlarda onalari borlar. Onalari Bizorifa, xolalar. Bizda Buxoroda 7 pirlarimiz bor. Pirlar. Birinchilar Abduxoliq G'ijduvonda, ikkinchilar Shofirkonda Mahmud Devgariy, uchinchilari Anjul Fahnaviy Vobkent tumanida, Romitsanni bobo samoslar Romitsan tumanida, va Saidmirkulov ustozlari bo'lib 5 kilometrlarda, 6-chilari Naqshband 7-bir Kogonda. Xudo bu yerga Buxoromizning amirlari, podshohlar, ular Buxoroga podshohlik qilishgan, qarang atroflariga ular ham ziyorat qilishgan, atroflariga masjidlar qurdirgan. Bular o'lmasdan oldin vasiyat qilganlarki, o'lib qolsa agar Buxoroga emas, Naqshbandning oldilariga ko'minglarki, xalqimiz keyin ham keladi. Hazrat Bahodir ulug' inson deb ziyoratga bizani ham haqqimizga bir tilovat qilib, atrofida aylanib, ruhimizni shod qilsin. Sizlar labirintiga bir aylantirib qo'yinglar. Hop. Labirint. Mana Temuriylar ulardan boshlangan. Amir Temurning o'zlari sabzor tug'ilganlar, to'g'rimi? Samarqandda Guramirda ko'milganlar. Guramirda, Samarqandda. Mana bu kishi Shayboniyxonning avlodlari bular Samarqandda Registon maydonida ko'milganlar. Avlodlari deyiladi. Mana qaranglar, labirintda yuryapmiz, daxmalarni toptiryapmiz. Degani oilaviy avlod, ajdod, salola. Ko'milganlar. Mana nomlarini Shayboniylar deganichi? Mana qarang, shular aniq ma'lumot olib qaytadi. Kelinglar, yigitlar. Labirintga aylanib, tushuncha olib qaytadi. Mana Amir Temur Hazrat Naqshbandga 18 birga aslida yashab o'tganlar. Mana Temuriylar avlodi deyiladi. 18. Mana Shayboniyxonning avlodlari. Mana qaranglar, Iskandarxonlar, Abduxonlar. Iskandarxonlar, Abdulxon dahmalari. Rahmat degan oilaviy avlod, ajdod, salola. Ular Qoramama o'zining toshlari qadimiy.
Muratlardan ko'paygan obod bo'lib qoldi. Ona xarobaydi. Qarang, obod bo'lib qoldi. Qarang yaqinda. Mana qaranglar, tomonda qibladan kirib boryapmiz. Uchta darvozalar boboga kirilyapti endi. Oldin xarobaydi, yo'q edi. Mana qarang. İmam Kulxon Amir. Amir İmam Kulxon. imom Qulxon. Sonunda qishloq xalqlarimiz ham ko'milib kelardi. Ichigacha ko'milganlar bor. Hozir kimishlar man etilgan ikkinchisi obod bo'lib qoldi. Qiblada ikkita darvozasi bor. Anasida saqlanadi. Bu yoqqa nega bo'lmaydi? Shuncha olaylik. Mana qaranglar. Mana bizda sag'analar deyiladi. Sag'ananing ma'nosi shuki, birinchidan qiziqarli yo'lakchalar bo'ladi, shunga qiziqarli. Mana bizda sag'analar deyiladi. Sag'ananing ma'nosi shuki, birinchidan joy masalasi chejaladi, ekonom qiladi ekanini. Ikkinchidan ko'g'onda lahad qozaman desak, 1 metrdan 2 metr suv chiqadi. Zax yaqinda zax. Lahadlarni hozir ham tepaliklarga lahad qozib ko'milyapti. Lekin sag'ana qilaman desak, mana qarang, mehmonlar yo'lashdan tosh bilan terilib, bular kelasi avlodga qoldiradigan oxirati uylar. Erkakka va ayollarga ikkita sag'analar qilib qo'yishgan. Sag'ana. Mana sag'anani ochamiz, 50 tagish olinadi. Bobomiz yotgan ekanlar, qidiramiz boboni suyaklari olinib, oyoq ichiga ko'miladi, olinadi. Bu o'g'li vafot etgandan keyin o'g'lining oyoqlari bilan olib kirilib, yuzini qiblaga qaratib, 50 tagish bilan mahkam yopiladi. Sag'ana. Ayollarga qo'yishda, erkaklarga sag'analar. Sag'analarning kattasini yana aytamiz, rahmalar. Rahma degani o'yinlarga avlod ichkari gaplar. Sag'analar, ko'cha sag'analar. Asosan o'zlari yo'ldan o'rab olganlar, qaramadlar, toshlari bilan. Qarasatlar. Mana amirlarning xizmatlari bor. Qarang, Abdullohxon Amir 1545-yilda qurdirganlar masjid. Va ikkinchi amir Manzurxon Amir 100 yildan keyin atroflariga 48 ta hujra, xonalar, vaqtli madrasalar bo'lgan, darvishlar yashab o'tgan joylar. Hozirgi qancha ichkariga juma namozi qiladigan katta jami masjid, xonaqoh deyiladi. Nimalar? Hozir ham o'qiladimi? Ha, o'qiladi. Farg'ona namozi, juma namozi, qurban aytlari, juma namozi qiladi. Mana qarang. İçeriye 5 taksiye özellikle joy namoz xonalari bor chiroq. Mana Amronxonning bobolari Zafarxon qurdirganlar masjid, erkaklar masjidlari, o'ntoquncha, ayollar masjidi bor. Qushbegim amirlar o'ntoqunchasida qurdirganlar, qushcha masjid bor. Qushcha masjid qarang erkak. Mana oxirgi Amrongacha bo'lgan dahmalarga keldik 18ga. Oxirgi Amronxon ketib qolgan ekanlar Afg'onistonga 1944-yil vafot etganlar Afg'oniston degan ma'lumotlar. Rayonlari bor. 14-18 asrgacha degan amirlar, amirzodalar, rahmalarga. Mana o'g'illarni har yerda sag'anaga kiriladi. Rahmaga kiriladi, sag'analar. Maydan qo'yilgan. Bu yerdan qo'yilgan ekan. Mana buni ko'rsataman. Qaranglar, berib qo'yganlar. Turistlar kelyapti. Nimalar? Lageritalar, shahar, bütün yaratıldı. İçeriye 80 metre ayvan kuruldu. Bu konuda onların tarifini tasarruflarına 80 metre ayvan. Sonra lageri şu Amurbay'la halk bu ilaçları yaptılar içeriye. Amirlar ekan buni. Amir tasarruf. Lageriyler. İçeriye olduklarında
Orada hava tozalandı, ilk teşvik başka. Hava tozalanıp turuptu. İşte sağanalar bu, sağanalar. Atraflarının bizleri paramarlı yoldan böyle oğullar atraflarını. Fakat Murat odan gazondan getirip, bu iki içinde böyle oğul bir oldu. Adamın akışarı yolu da karıp, kolay gelsin. Selam haklarına telavat kılıp, Allah'tan sonra yaşınlarına bu kayıtaydı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yakun lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ım mana şu manzil-i makamda yotganlar hammalarını Hazreti Bahadır'ın özlerini hem, onalarını hem, otalarını hem, oğlandan ötken avlot, ajdot, emyoyu, peygamberu, yirtifir usullarımızda, amir poşaklarını hem, verik rahmat, şu işte cennette bilsinler. Kabirlere kullanırlar, münevver eylegen bilsin. Kuda kul gelege zevkler, sağlık, selametinde versin. Yurtlarımız değil bilsin. Sağ selamet fazlaları dikkatli kılıp, ülkümüşlük kılıp, öylik, cöylik, tezamaşalar Kuda nasip bilsin. Kuda bu ülke Japonçilik'e, Obravorga, Taşlaga, Çorvoga, Gallaga, Pillaga, Şoğluga, kasım Kuda baraka versin. Safarga ketkenler hem safarları bir katar versin. Topkalar köylerge, uylarge, yeni maşınlar bilen sağ selamet kayıp gelip nasip olsun. Kuda bimalarını Kuda şifoyu komul versin. Baksalarlarga bak versin Kuda. Farzan farzan nasip kılır. Acılarına veren geçerip, yeni maşınlar bilen kilasar soğuk makimat haliyen var. Nasip kalmasın. Rabbana atina fid-dunya haseneten ve fil azaban. Bu diden ki ya mehvalarını yaratıp kalmasın, yüzlerce hata basın, toplantılar, adere neveler, tüyleri saslanıp boş böyle, yani maçlar yarı köpçülük, şu kadar yaratıklar kirişten malat Kuda Allah'ın nasip. Allahu Allah'ın Ekber. nasip. Rahmet eylesin.